Katta to'g'rayman. Chunki chaynab yeganimizda suvlayimiz ko'proq ajraladi. Bu ham hazm jarayoniga yaxshi ta'sir qiladi. Shuning uchun men har doim salatlarni iloji boricha katta qilib to'g'rayman. Qizlar markovni to'g'rashni yomon ko'raman, shuning uchun tyorkadan foydalanamiz, xo'p. Va chesnok qizlar oxiri. Qiz. Bitta. To'rtta chesnok sug'oramiz. Qizlar, men katta to'g'rayman, chiroyli bo'ladi va ham suvlak yaxshi ajraladi, lekin oilalaringizda qariyalar bo'lsa, chaynashga qiynalsalar, mayda qilib qilaveringlar. Ikkita choy qoshiqda soya sosam soldim. Даже 3 ta ham solaman, chunki tuz solmayman. Chorniy perец, qora qalampir, murch deganim. Ozgina qizil qalampir. Bu juda ham ostri, ko'p solmanglar. Nimaga kerak? Juda ham achchiq yeyish ham juda foydali narsa emas. So'ng yana samый главный narsalardan biri koriander qizlar. Koriander. Qizlar, hozir sizlarga bitta narsani aytaman. Agar yog'da qizdirib, mana shu priprava chesnoklarning ustidan, zelenlarning ustidan qo'yib yuborsangiz, boshqacha aromat, juda ham mazali bo'ladi. Lekin men оливковое масло, zеленое maslani uni qizdirib o'ldirgim kelgani yo'q. Shuning uchun uni xomligicha qo'yaman. O'sha aromatdan voz kechaman, lekin bola polezniy bo'lishini xohladim, qizlar. Вот.